Qara, hozir o'qis keladi. O'tgan safargi sharmanda qilmang, shundaymi? Ha bo'pti. Qachon siz sharmanda qilganman? Qaradi, lekin sinirligingga qarab o'tirmayman uni. Menda bor bittasi Yana kelyapti. Qale, chiroylimi? yuragimni erkasi. Assalomu alaykum. Va alaykum. Nimaga buncha iymanlaysiz? Sizni kutorib charchab ketdik. Aylanaylik. To'g'ri, men sinirlab shuna qaradi. Nega aylanaydi? Sinirni yo'qotmasam bo'lmaydi. Qara, sinir o'yinlarga chiqib o'ynamaysan undan ko'ra. Teskimisiz? Undan ko'ra aylanamiz. Hop, qizlar qaranglar, sizlar tanishib o'tirib turinglar, bo'ptimi? Men uchun narsa zakaz qilib chiqaman. Hop, hozir. Aka haqida biror narsa bering. Akamchi g'irt barni. Oldin 3 ta qiz bilan uchrashuvga chiqdi. Shuning uchun ham puli qolmadi-da, shuning uchun mana shu joyda o'tiribsiz. Akam shunaqa badli bir marta uylanib ajrashgan ham. Shirin jiyonlarim bordi. O'zingiz qadringizga yeting, opa. Qayerga ketyapsiz? Odam emas ekansiz. Badnik. Men nima qildim? Nima deding o'zi? Nima bo'ldi? U opanichi yetib ketdi. Shuncha sizga hamma tutunga chiqib ketib qoldi. Yo'q, aldamayapsan ish qilib. Aldaganim yo'q. Agar aldagan bo'lsam, iloyim, uylanmay o'tib keting. Allohu akbar. Menda bor bittasi